بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، الجزء الثالث، الدرس الأول. Arab tili darsiga 3-chi qism kitob, birinchi dars. Endi bugun o'rganmoqchi bo'lgan birinchi darsimizdagi asosli grammatika nuqtalarini avval bir yig'inchoqlab tushunib olaylik. Endi bugungi grammatika nuqtalarini asosan cho'ng 10 nuqtaga yig'inchoqlasak bo'ladi. Muhim 10 nuqtalik grammatika bor. Birinchisi hal. Yani Uyg'ur tilidagi holat. Biz oldingi darsimizda 11 dona mansubatni so'zlab, zavara qildigan ismlarni so'zlab, shuning birini nima degan? Hal. Hal zavara qildigan ism, ya'ni jumladagi zavara qildigan bilak. Endi holatni biz avval Uyg'urcha tushungan vaqtimizda qilib, itib, qilgan peti, etgan peti, qilib, itib, qilgan holatda, qilgan holda degandek ma'nolarda ishlatiladi, iboralarda. Masalan, men bozorga ketib o'tib, seni ko'rdim. Ishadagi mujmildagi asosliq jumla bo'laki, seni ko'rdim degan asosliq jumla bo'laki. Bozorga ketib o'tib degani qanday bo'lak? Hol bo'lak. Masalan, buni arabcha desak, ra'aytuka va asos bo'laka, va ana azhab ila as-suq. Va ana azhab ila as-suq. Men ketib o'tib, bozorga ketib o'tib, seni ko'rdim degan ketib o'tib holat bo'ladi. Undan boshqa maktabga piyoda bordim. Zahabtu ila al-madrasa mashiyan. Mashiyan. Shu o'rindagi nima? Mashiyan nim bo'ldi? Holat bo'ladi. Men maktabga qanday holatda? Mangan holatini piyoda bordim. Bu holat. La tamshi fi at-tariq qari'an. Siz yo'lda kitob o'qib, qana qilmang, mangmang. La tanzur ila al-yamin va shimal musalliyan. Namoz o'qib, u yoq bu yoqlarga, o'ng so'l taraflarga qana qilmang, qaramang. Mujurindagi qilib o'tib, itib o'tib, qilgan holda, aytgan holda, qiyofatda, holatlarda degan shakllarning hammasi nima? Hol. Andolsa hol degan nima? Arab tilidagi holat deganimiz fa'il yoki maf'ulun bihning holatini bayon qilib keladigan nakira ism. Fa'il yoki maf'ulun bih deganimiz diqqatda, fa'il deganimiz deganga bir ishni qilg'uchi degan gap shundaymi? Maf'ulun bih deganchi, uning ustiga ma'lum bir ish qana qilgan odam, tushadigan odam demakchi. Bir ishni qilayotgan olamning qilayotgan holatdagi holati yoki bir ish ustiga tushgan odamning shu ish ustiga tushgan holatdagi holatini ifodalaydigan, shuni bayon qilib turadigan bilak nima bo'ladi? Holat bilak bo'ladi. Odatda holat hal birlik shaklda keladi, bu vaqtda zavar o'qiladi. Jumla shaklda keladi. Mayli jumla ismiya bo'lsin, fe'llik jumla bo'lsin, ismlik jumla bo'lsin kelaveradi. Ammo jumla ismiya bo'lgan vaqtida, jumla bo'lgan vaqtida, jumla fe'liya bo'lsin, ismiya bo'lsin, jumla bo'lgan vaqtida holat degisiga vo orqali bog'lanadi degani, holat bo'lgan jumlaning oldiga nima keladi? Vo keladi. Bu holatning xili cho'nqur tafsiloti bor, ammo bugungi darsga kelmoqchi bo'lganim mana shunchalik. Holat degan nima? Fa'il yoki maf'ulun bihning nimasini holatni bayon qiladigan nakira ism, shundaymi? Holat yolg'iz mufrad ismi bo'lib keladi. Bu vaqtda zavar o'qiladi, birlik shaklda keladi yoki jumla bo'lib keladi. Jumla kelgan vaqtda holat egisiga va orqali bog'langan jumlaning oldiga nima keladi? Va. Masalan, buni tuyandagi 3 misol orqali to'liq tushunsak bo'ladi. Qarab boqaylik. Zahabtu ila as-suq mashiyan. Men bozorga qana qilib piyoda bordim. Borg'uchi kim o? Men. Bozorga borgan ish harakatimni mendan yuz bergan vaqtdagi mening holatim qanday holat? Piyoda. Mush o'rindagi mashiyan holat bo'ladi. Endi zahabtudagi tudun holat. Endi bu nakira ism bo'ldi, birlik bo'ldi, shundaq-ku. Nima qildi? Zavar qildi. Bu bir misol. İkincisi harajtu minel fasli ve ana abki.
Men sinfdan yig'ilgan peti chiqib ketdim. Marundaki xaraja pil tu uning fa'ili shundami? Va ana abiki yig'ilgan peti. Kim yig'ilgan peti? Men. Ne fa'ilning holati oldu şu vaqtdagi. Demak, va ana abiki degan jumla bu o'rinda holat. Bu qandaq jumla? Ismliq jumla. Ismliq jumlaning oldiga nima keldi? Va keldi. Va ana abiki. Yana bir misol ko'raylik. Xaraja Muhammad minal fasli va huwa g'adibun. G'adibun. Muhammad sinfdan ochiqlangan peti qanday ketdi? Chiqib ketdi. Chiqib ketgan kim o? Muhammad. Fa'il. Shundami? Qandaq holatda chiqib ketdi? Ochiqlangan holatda. Mush o'rindagi huwa g'adibun degan jumla nima bo'ladi? Holat. Mush holat jumlaning oldiga nima keldi? Va. Esingizda bo'lsin, qayta takrorlab qo'yay. Holat jumla bo'lgan vaqtda oldiga nima keladi? Va keladi. Holat jumla bo'lgan vaqtda oldiga va keladi. Endi hozir so'zlagan birinchi nuqtaliq grammatika bizning darsdagi tamarin, ya'ni ko'nikmalarningki 2-chi, 5-chi, 6-chi ko'nikmalarga munosabatlik. O'sha ko'nikmalarni hozirgi qoidani aslab turib ishlasak, xatolashmaymiz. Ikkinchi nuqta, bugun dars tugamoqchi bo'lgan ikkinchi alohida mazmun atfning vosi bilan holatning vosining farqi. Bayatın biz holatni vo'dva dedik, shundami? Am bizga ma'lumlik arab jumlalarida ikki so'z mayli ism bo'lsin, fe'l bo'lsin, shundami? Yoki ikki jumlaning o'tirini bog'laydigan nima vova. Bu voni nima deb ataydik? Atfning vosi aytdik-ku. Musha atfning vosi bilan holatning vosining farqi nima? Nega qarab turib voning atbilik ekanligini yoki holat ekanligini bilalaymiz desa, farqi manda. Atbining vosining bosh oxiridagi jumla shakl va ma'ni jihati bir-biriga o'xshash, birdeklikka ega. Masalan, demakchi o'g'ini atbining vosining oldidagi jumla bilan atbining vosining keyindagi jumla ma'ni jihati olsun, shakl jihati olsun birdeklikka ega. Ya'ni oldingi jumla o'tgan zamon shaklidagi bo'lsa, keyingi jumlami ko'p hollarda nima bo'ldi? O'tgan zamon shaklida bo'ldi. Oldingi jumla ismliq jumla bo'lsa, keyingi jumlami ko'p hollarda nima bo'ldi? Ismliq jumla bo'ldi. Ma'ni jihatdan bir-biriga nima munosabatlik. Masalan, buni bir misol keltirsak, zahabtu ila suq va ishtaraytul kitaba wal qalam. Men bozorga borib, bu kitob bilan bu qalamni qanday qilib oldim? Sotib oldim. Mush o'rinda bozorga bordim degan jumla qaysi? Zahabtu. Sotib oldim degan va ishtaraytu o'shadagi va qandaq va atbining vosi. Chunki avmi o'tgan zaman, ma'lum o'tgan zaman shundami? Ma'lum mushodamning ish harakati, ma'lum mushodamning ish harakati ma'ni jihatimi birdeklikka ega. Endi holatning vosi bo'lsa, ikkinchi jumla holatning oldidagi jumlaning ish harakati yuz bergan vaqtdagi holatini ifodalaydi. Masalan, bu bayatdan olgan misolni ko'rsak, xarajtu minal fasli va ana abiki. Men sinfdan yig'ilgan payt chiqib ketdim desak, xarajtu degan qanday shaklda keldi? Mazi, o'tgan zamon shaklida shundami? Va ana abkijo jumla ismi javob keldi. Bu shakl jihatdan birdeklikka ega emas. Undan keyin ma'ni jihat obdan diqqat qilsak, ikki harakat tang yuz berdi. Vo deganda tang yuz bermaydi. Ilgirkilik bor. Ammo ma'noda men chiqib ketgan vaqtidagi holatim qanday holat? Yig'lab chiqib ketdim shundami? Ishkaraga tang yuz berdi. Demak, ma'ni jihati farq bo'ladi. Mana bu atfining vosi bilan holatning vosining o'tiridagi farqlar. Endi hozirgi so'zlagan nuqtaliq grammatika bizning mashqimizning 3-chi, 4-chi mashqliga munosabatli qoida. Mashq ishlagan vaqtda 3-chi, 4-chi mashqni mush grammatika, mush qoidani aslab turib ishlasak, xatolashmaymiz. 3-chi grammatika la'alla. Bizga ma'lumlik la'alla huruful mushabbaha bil fi'lning birisi shundami? Mubza xabarning ustiga kirib, ismizni zavar xabarini pesh qiladigan bir omil. Ammo bu yerda bizga u munosabatlik emas. Hozir biz so'zlamoqchi bo'lganimiz la'allaning jumladagi ma'nisi. Biz nima deb tarjima qilib kelayotgan la'allani balkim shundoq bo'lishi mumkin deb shundami? Endi la'alla odatda umuman ikki xil ma'noni ifodalaydi. Birisi umid qilish, yana birisi ko'ngil bilish. Umid qilish, yana birisi nima? Ko'ngil bilish. Masalan, bu ikkisini
cümlenin ahvoliga qarab turib bayqaymiz. Alohida buni ma'no umid qilish degan ma'noda keldi, mandaq o'rinda ko'ngil bo'lish degan ma'noda keldi deb alohida qoidasi yo'q. Faqat jumladagi ishlatilish o'rnini qarab turib muvofiq tarjima qilsak bo'ladi. Qarab boqaylik masalan tuandagi ikki jumlada la'allahu bi xayr. Ko'p uchraydi-ku bu. La'allaka bi xayr shundami? Siz yaxshi deyman degan gap. Uyg'urchada yaxshi deyman degan gap, sizning yaxshi bo'lishingizni umid qilaman, yaxshi bo'lg'aysiz ilohim deganda gap. Yana bir misol olsak, la'allahu marid. U kasal bo'lib qoptimi? degandek ma'noda. Degani uni bir ich og'ritgan shaklda, "Voy, og'rib qoptimi? Og'rib qolmagandi?" Uyg'ur tilidagi "og'rib qolmagandi" degan gapni ifodalaydi. Endi bu yerda bir xil uni qanday qilish, ko'ngil bo'lishni ifodalaydi. Mushundoq tushunib olsak, la'alla kelgan jumlalarda biz tarjima qilishda bak qiynalib ketmaymiz. Bu hozirgi mazmun 8-mashqda gavdalik ifodalanadi. 8-mashq qilgan vaqtda hozirgi qoidani qanday qilib olib o'zlashtirilib 8-mashqni ishlasak qiynalmaymiz. 4-gram nuqtalik grammatika bugungi darsdagi ilaykum deb bir qurilma bor, ibora bor. Ilaykum. Endi qarmoqqa ila degan harfi jar, kum degan ikkinchi shaxsningki qandaq shakli, igilikli shakli, shundami? Ya'ni uning ma'nosini bunday tushunmakka sizlarga degandek ma'no chiqadi-ku, bo'lsin, ammo bugungi darsimizdagi buning alohida ma'nosi bu ismi fe'l bo'lib, ismi fe'l to'g'riliq ma'nosida so'zlagan-ku deyman. Ya'ni o'zi ism ma'nosi nima? Fe'l. Mushundaq ismi fe'l bo'lib, buning ma'nosi vaqtda xul degan ma'nosi. Ahaza ya'khudun chiqqan nima xul? Ya'ni ilaykum deb kelib qolsa, elinglar, tutinglar, ahamiyat beringlar, quvvatmanglar degandek ma'noda keldi. Ammo ilaykum mush gap ilaykum bilan xos emas, ilayka erlik birlik bo'lib qolsa, ayollar birlik bo'lib qolsa nima? Ilayki. Agar erlik ikkilik bo'lib qolsa ilaykuma, ilaykuma, ilaykunna, ilaykum degandek shakllarning hammasi keladi. Shundaqo ma'nosi chang tutinglar, quvvatmanglar, ahamiyat beringlar degandek ma'nolar bo'ladi. Masalan, ilaykum amsalatun ukhra desa, boshqa misol keltiringlar degan gap. Nima keltiringlar? Boshqa misol keltiringlar. Yoki men sizlarga boshqa misol keltirib turay, anglab boqinglar degan ma'noda. Mana bu qoida 9-mashq, kunlik 9-mashqqa munosabatli qoida. 5-qoida. Ana biz 2-qism kitobimizni tatib bir qism g'ayrimusriflarning alohidligini gavdlantirib kelgan shundami? Har bir tur chiqsa, shu turga tava g'ayrimusrifning mandaq alohidlik va degan so'zlab kelgan shundaqo. Endi bugungi darsimizda kelgan g'ayrimusrif alifi mamdudluq kelgan har qanday qism alifi mamdud deganimiz oxirida alif va alifdan keyin hamza va. Ya'ni a deb o'qiladigan masalan hamra ashya aghniya asdiqa fuqara o'xshash kelgan ismlar hammasi g'ayrimusrif bo'ladi. Ya'ni oxirisida alif, undan keyin nima kelgan? Hamza kelgan. Ya'ni buni arab tilida al-ismul mamdud deb qo'ydi. Ya'ni al-ism bil alifil mamdud deb qo'ydi. Oxirisida nima bo'lgan ismlar, suzilgan alif bo'lgan ismlar arab tilida nima bo'ladi? G'ayrimusrif bo'ladi. Mushuni tushunib olsak bo'ldi. Bu 10-mashqdagi asosli markazli grammatika. 6-nuqta arab tilida qarmoqqa o'tgan zaman shaklida, ammo ma'nosi duo ma'nosini o'z ichiga olgan shakl jumlalar bo'lib, buni nima deymiz? Jumla duoiya deymiz. Masalan, ko'p uchraydi. Sahobalarning ismini olsak, tilga olsak nima deymiz? Radiyallohu anhu deymiz, shundami? Birov ilgari o'tib ketgan yaxshi odamlarning ismini tilga olsakchi, rahimahulloh deymiz, shundaqo. Kasaldan qashqa kirsak nima deymiz? Shafahulloh deymiz. Bundan hammasiga qarasak, radiyallohu anhu o'tgan zaman shakli. Rahimahulloh desak o'tgan zaman shakli. Shafahulloh desak o'tgan zaman shakli shundami? Ammo ma'nosi deb tarjima qilamiz. Radiyallohu anhu deb kelsa, Alloh undan rozi bo'lsin. Rahimahulloh deb kelsa, Alloh unga qana qilsin, rahim qilsin. Shafahulloh desa, Alloh unga qana qilsin, shifolik bersin degan gap. Ya'ni bu xildagi jumlalar qanday jumla deb ataladi? Jumla duoiya deb ataladi. Ya'ni shakli o'tgan zaman, ma'nosi duo bo'lgan jumlalar jumla duoiya deyiladi. Masalan, buni radiyallohu anhu, shafahulloh, rahimahulloh degandek misollar ko'p. Bu 11-mashqda gavdalik maqsad qilingan grammatika.
7. noktalık gramatika. Bugünkü dersimizde hel min sual degan bir cümle var. Yani şuradaki hel min sual degan cümlenin aslisi hel min sualin indak degan gap asli. Sual bağmı degan gap qo'y o'rishda ama aslisi bağmı degan gap nereden chiqdi? Indakdan chiqdi. Endi bo'lmasa bo'lmaydi shunda ama. Ondan keyin min ortiq. Minga hech qanday tarjima qilmaymiz. Buni tushunishda hal sualun indak deb tushunsak bo'ldi. Ashroq tushunsak min ortiq keladi ha. Bu 12-chi mashqda gavdalik ifodalangan mazmun. Musha hal min sual degan jumlada zodi asli nima desa min yo'q, indida bir siva oxirisida hal sualun indak deb tushunsak to'g'ri tushunamiz. 8-chi mazmun lada. Endi lada oxirisida alif mahsur bog'u lada alif qo oxirisi. Endi mush lada deganni mayli birinchi shaxs, mayli ikkinchi shaxs zimirlarga, almashlarga muzaf qilgan vaqtimizda ladadagi alif nimaga o'zgaraydi? Yo'ga o'zgaraydi. Masalan, ladayya, ladayka, ladayhi asli nima? Lada. Alif shundami? Endi hozir shunda zimirga zab qildik, nima bo'lib ketdi? Ladayya, ladayka, ladayhi degandek nimaga o'zgardi? Yo'ga o'zgardi. Ammo ismlarga zab qilsaqchi? Lada Muhammad, lada Bakrin deb o'z patida turdi shunda ham faqat zimirlarga zab qilingan vaqtda ham yo'q o'zgaraydi. Endi 8-qoida lada zimirga qo'shilib kelgan vaqtda ladadagi alif nimaga o'zgaradi? Yo'q o'zgaraydi. Bu 13-mashqdagi nuqtaliq grammatika. 9-mazmun. Bugun dars o'tmoqchi bo'lgan 9-mazmun dakhala degan fe'l odatda masalan dakhala degan ma'nosi kirdi degan gap qo'shindami? Cho'qim kiradigan o'rindan birisi, masalan sinfga kirdi, ishxonaga kirdi degandek har xil ma'nolar kiradi shundaqo. Ash o'rin ravish, dakhala degan fe'lning o'rin ravishi bevosita kiradi. Uyg'urchaga vaqtimizda diqqat, sinfqa kirdi deb tarjima qilamiz. Na qarmoqqa sinfqa deb iloda bir narsa bor ekan degandek hukm shakllansa-mo, ammo arab tilida dakhalani oldiga nima kelmaydi? O'rin ravishning oldiga hech nima kelmaydi. Masalan, men sinfga kirdim demoqchi bo'lsak, bizning tasavvurimizdagi dakhaltu ilal fasli xato. Nima deymiz? Dakhaltul fasla. Dakhalaning to'ldiruvchisining oldiga nima kelmaydi? Hech nima kirmaydi. Bu bir qoida. Yana bir qoida, agar dakhala degan fe'l odamning oldiga bevosita kelib qolsa. Masalan, dakhaltu ala Muhammad desa, men Muhammadning qishig'iga kirdim degan bo'ladi. Bu vaqtida alani qo'shamiz. Vaqti masalan uyisiga ya ishxonasiga degandek ma'noda. Ammo o'rin ravish deb qolgan vaqtda esa unda bo'lsin dakhalaning to'ldiruvchisiga qat'iy nima kelmaydi, oldi qo'shimcha kelmasin. Bevosita masalan dakhaltul fasla, dakhaltul bayta, dakhaltul madrasa degandek bevosita keladi. Ammo odamning oldiga ishlatilib qolsa, masalan ma'lum bir odamning qishig'iga kirdim demoqchi bo'lsak, unda nima keladi? Ala ishlatib, dakhala ala deb ishlasak. Yig'inchoqlagan vaqtimizda dakhalaning o'rin ravishlari bevosita keladi, ammo dakhala ning ravishi, o'rin ravishi odam bo'lib qolgan vaqtda shu to'ldiruvchisining oldiga nima keladi? Ala qo'shilib kelsa bo'ldi. Bu 18-ci mashqninki markazli qoidasi. Eng oxirgi 10-ci nuqtaliq mazmun vasala. Ma'nosi nima? Yetib keldi degan ma'noda. Nega yetib keladi? Ma'lum o'ringa shundami? Shu to'ldiruvchi, o'rin to'ldiruvchisi, ya'ni ravishi ila bilan birga kelsa bo'ladi, ilasiz birga kelsa bo'ladi. Masalan, vasaltu ila Saudiya. Men nima keldim? Saudiya Arabistonga keldim shundami? Yoki vasaltu Saudiya deb ilani akamay akasak bo'ladi. Bu 21-mashqdan bizning talab qilingan maqsad. Darsdagi nuqtaliq yuqoridagi 10 grammatika tushunish bo'lgan bo'lsa, men sizlarga tekstni o'qib, tarjima qilib, yuqoridagi grammatikalarni tahlil qilib beray. الدرس الأول أين حامد؟ سيأتي بعد قليل إن شاء الله. رأيته وهو يدخل الحمام. وأين همذا؟ خرج من الفصل وهو يحمل كتبه. أظن أنه رجع إلى المهجة. رأيته وهو يدخل المستوصف. لعله مريض. شفاه الله. متى رجعتم من مكة يا إخوان؟ رجعنا مساء أمس. خرجنا من مكة والشمس تطلع. وصلنا إلى الطيبة
طيبة والناس يخرجون من المسجد النبوي بعد صلاة الظهر. تقبل الله عمرتكم. آمين. اقرأ الحديث المكتوب على السبورة يا معاوية. يقف ويقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ وأنت جالس. أريد أن أقرأ وأنا واقف كما تشاء. عن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: صلي ركعتين. متفق عليه. أشرح لكم الدرس الآن فاسمعوا ولا تكتبوا شيئا وأنا أشرح. تأتي الواو لمعان كثيرة منها العطف، أنه خرج زبير وحامد. درسنا اليوم السيرة والفقه، أكلت وشربت. ومنها القسم، أنه والله ما رأيته. وواو القسم من حروف الجر. ومنها الحال، أنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، أي حال كونه في المسجد. رأيت الحسن وهو يخرج من المقصف، أي حال خروجه منه. وإليكم أمثلة أخرى لواو الحال. مات أبي وأنا صغير. دخلت المسجد والإمام يركع. لا تأكل وأنت شبعان. لعلكم فهمتم. هات الآن مثالا لواو العطف يا أيوب. ذهبت إلى السوق واشتريت أشياء. أحسنت. هات مثالا لواو القسم يا معاوية. والله ما غبت قط. أحسنت. هات مثالا لواو الحال يا فيصل. دخلت المسجد والإمام يخطب. أحسنت. هات مثالا آخر يا يونس. طلبت العلم وأنا كبير. أحسنت. يا عبيد الله، اذكر آية فيها واو للحال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أين واو الحال في هذه الآية؟ في قوله تعالى: وهم كفار. أحسنت. بقي 3 دقائق، فهل من سؤال؟ نعم، لدي سؤال. ما معنى الحرم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم؟ معناها المحرمون، مفردها حرام أي محرم. جزاك الله خيرا. يرن الجرس ويخرج المدرس وهو يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقة. من tekstni tarjima qilish, tahlil qilish jarayonida bayatni so'zlagan 10 grammatikalarga munosabatli tarafini so'zlayman, qolgan grammatikalarga, ilgari o'tib ketgan grammatikalarga munosabatli tarafini o'zingizlar kallanglarda mulohaza qilinglar. Bilmaganni savol orqali qoldirsanglar bo'ladi. Hamid qayerda? Alloh xolisa biroz vaqtdan keyin keladi. Men uni munchiga kirayotganligini ko'rgandim. Ana shu o'rinda ra'aytuhu asra'a fil tu fa'ilihi to'ldiruvchi jumla tamom bo'ldi shundami? Va huwa yadkhulul hammam degani ashning holati. Ashni ko'rgan vaqtda u qanday holatda munchiga kirib ketyotdi. Yadkhul degan fe'ldan keyin mana birinchi qism grammatika, nima hol to'g'risida birinchi nuqtali grammatika. Yadkhul degan fe'l hammamning oldiga keldi. Hammam yadkhulning to'ldiruvchisi bo'ldi, ammo yadkhulning hammamning oldiga hech qanday nima kelmadi, qo'shimcha kelmadi. Va ayna hamza? Hamzchu qayerda? Kharaja min al-fasli va huwa yahmilu kutuba. Sinfdan kitoblarni ko'targan peti chiqib ketdi. Ammo jumladagi kharaja min al-fasl normal jumla, odatdagi va huwa yahmilu kutuba qanday jumla? Holat jumla. Oldiga shu boshqa nima kelyotdi? Vokil o'tdi, ha. Azunnu annahu raja'a ila al-mahja. Mencha u yataqqa qaytdi deyman. Mencha u yataqqa qaytdi deyman. Ra'aytuhu wa huwa yadkhulu al-mustawsif la'allahu marid. Ma uning
ambulatoriyaga kirayotganligini ko'rgan. O'xshashla va huwa yadkhulul mustawsif nima holat jumla. La'allahu marid. Balki u kasal bo'lishi mumkin. Bir xil ichi og'ritganda ekan, ya umid emas u. Hajab yaxshi kasal bo'lib qoldi deganda gap emas. Og'rib qolgan bo'lishi mumkin. Shafahulloh, Alloh uni shifolik qilsin. Bayatni degandek shafahulloh shakl jihatda o'tgan zaman shaklda kelgan bilan ma'no jihatda qanday jumla? Jumla duoiya. Har bir grammatikani bayatni so'zlagan 10 nuqta bo'yicha kalimizni yig'inchoqlab maqaydi. Mata raja'tu min Makka ya ikhwan. Qarindoshlar, Makkadan qachon qaytib keldinglar? Raja'na masa'a ams. Tunugun kech qaytib keldik. Kharajna min Makka wash-shamsu tatlu. Biz Makkadan chiqdik. Nima? Makkadan quyosh chiqayotgan holda chiqdik. Ma'lumdiki ash-shamsu tatlu degan jumla qanday jumla? Holat. Shunlashqa nima qilyapti? Vodan birisi qilyapti oldiga. Wasalna tayyibat tayyiba wan nas yakhrujuna min al-masjid an-nabawi ba'da salat az-zuhr. Biz Madinaga, belki tayyibat tayyiba Madinani maqsad qilmoqchi. Madinani tayyiba deb ataydi. Madinaning ismi. Biz Madinaga kishilar asr namozidan keyin Masjid an-Nabawiydan chiqayotgan holda yetib keldik. Ammo shundaki wan nasni tatib oxirigacha hammasi qanday jumla? Holat jumla. Kishilar Masjid an-Nabawiydan chiqayotgan holda qanday keldik? Yetib keldik. Bu holat jumla. Holat jumlaga diqqat qilaylik, ha. Taqabbalallohu umratakum. Alloh sizlarning umringlarni qabul qilsin. Umrlaringlarni qabul qilsin. Taqabbalallohu o'xshashlar shakl jihatda o'tgan zaman jumla, ammo ma'no jihatda qanday jumla? Duo jumlasi. Jumla duoiya. Amin. Amin degan nima? Ism fe'l. Ya'ni ma'noda istajib degan ma'noda. Bu to'g'rilikmi so'zliqqa bugun 4-nuqtalik grammatikaga ilaykum ism fe'l dedik-ku. Amin ilaykumga o'xshash nim fe'l, ism fe'l istajib degan ma'noda. Iqra al-hadis al-maktub ala sabura ya Muawiya. Muawiya do'stga yozilgan hadisni o'qi. Yaqra, yaqif va yaqra o'rindan turib o'qiydi. Bismillahirrohmanirrohim. Iqra va anta jalis. O'ltirib o'qi. Madiki va anta jalisdiki va anta jalis degan jumla qanday jumla? Holat jumlasi. Shunga qoldi nima bo'ladi? Va o'ltirgan holatda o'qi, o'ltirib o'qi deb tarjima qilamiz, ha? Uridu an aqra va ana waqif. Men o'rturib o'qishni yaxshi ko'raman. Asli va ana waqif kamisa o'qishni yaxshi ko'raman, o'qishni xohlayman degan gap shundami? Va ana waqif holat jumla bo'lg'achqa o'rib turgan holda, o'rib turib o'qishni xohlayman degan ma'noda. Va ana waqif qanday jumla? Holat jumla. Kama tasha. Xohlagancha bo'lsin. Yani o'zing ixtiyor qilgancha o'rtib o'qisan, o'rtib o'qi, o'ltirsang o'ltib o'qi. An Jabir radhiyallohu anhu qol أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال صلي ركعتين متفق عليه. Jabir radhiyallohu anhu dan mundaq deganlikka rivoyat qilinadi. Men payg'ambar alayhisolamning qashqaga keldim. Rasululloh shu vaqtida masjidda ekan. Yoki men payg'ambar alayhisolamning masjidda turgan vaqtida Rasulullohning qashqaga keldim. Ma'lumdiki va huwa fil masjid degan jumla qanday jumla? Holat jumla. Men Rasulullohning qashqaga vaqtda Rasululloh qanday holatda edi? Masjiddagi holatda edi. Ya'ni masjiddagi vaqtda Rasulullohning qashqaga keldim-da, Rasululloh menga faqala kelishimga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 2 rakat tahiyatul masjid o'qi dedi. Bu hadis muttafaqun alay. Ya'ni Imom Buxoriy bilan Imom Muslim birlikka kelgan hadis sahihligiga. To'yib. Ammo shundaki maqsad va huwa fil masjid degan bilak qanday bilak? Holat bilak. Shunga qoldig'i nima qilyotdi? Vo kelyotdi, ha. Da qarab baqsanglar holat jumlaning oldiga kelgan voning oldidagi jumlalar keyindagi holat jumlaning shakli o'xshamaydi. Ma'no jihatdan o'xshamaydi, shundami? Qurilma jihatdan o'xshamaydi. Mushaga qarab turib, atning vo'si bilan holatning vo'sini farqlantirib olsanglar bo'ladi. O'qituvchi. Ashrahu lakum ad-dars al-an. Hozir sizlarga darsni izohlab tushuntirib beraman. Fasma'u, anglanglar. Va la taktubu shay'an va ana ashrah. Men izohlayotgan vaqtda bir narsa yozmanglar. Ma'lumdiki va ana ashrah degan jumla qanday jumla? Holat jumla. Men sizlarga izohlayotgan holatda sizlar qanday qilmanglar? Bir narsa yozmanglar degan gap. Bu holatning vosi. Ta'til wawu li ma'anin kathira. Va ko'p ma'ni uchun keladi. Degani voning nurg'un ma'nosi bor. O'qituvchi tushuntiryapti-da o'quvchilarga. Ulardan biri atfi. Voning atfi ma'nosi bor. Ya'ni bir bilakni, yeni bir bilakka qanday qilish, bog'lash ma'nosi bor.
Masalan, xaraja Zubayru va Hamid. Hamid bilan Zubayr chiqdi. Kimning nimaga bog'ladi? Hamidni Zubayrga bog'ladi. Qarabsaq, Zubayr mo chiqdi degan pilg'i munosiblik, Hamid mo chiqdi degan pilg'i nima bo'ldi? Munosiblik bo'ldi. Mana bu atbi. Endi bir misol. Darasnal yawma sirata wal fiqha. Bugun tarix bilan fiqhini o'qidik. Mushurunda fiqh degan so'zni sirga qanday qilib bog'ladi? Ma'ni jihatda tarixni o'qidik, sirini o'qidik deb ikkisi bir ma'noda keldi, shundami? Akaltu va sharibtu. Men yeb ichdim. O'xshash jumla. Ma'lum o'tgan zaman. Mana yuqoridagi 3 misoldagi voning hammasi qanday qilib atfining vosi deb tushuntiryapti o'qituvchi. Minha üst tarafdagi minhal atfidagi minhaga munosabatlik a. Dedik-ku voning nurg'un ma'nolari bor shundami? Shu ma'nolarning biri atfi. Va minha degani yana biri shu voning nurg'un ma'nolardan yana biri qasam. Vo qasamni ifodalaydi. Vallahi ma ra'aytu. Alloh bilan qasam buni ko'rmadim. Endi qasamning vosi harf jarning qatoridaligini qasamning vosidan keyin kelgan so'z nima o'qiladi? Sir o'qiladi deb tushuntiryapti o'qituvchi. Va minha men ashib yuqoriga bog'lanadi va shu voning nurg'un ma'nolarining biri hol. Vo nimani ifodalaydi? Hol. Ya'ni hol jumlaningki hol jumlaning oldiga holning vosi bo'lib keladi. Masalan, ataytun nabiyya sallallohu alayhi vasallam va huwa fil masjid degan yuqoridagi mush jumlaga qarasak, men Rasululloh masjiddagi vaqtida Rasulullohning qashig'iga keldim degan gap. Ya'ni aslini qarab boqaylik, ay hala kavnihi fil masjid. Rasulullohninki masjidda bo'lgan holida qoldim degan gap. Demak, ma'rundagi va huwa fil masjid va nimaning vosi, holatning vosi, shu vodan keyin kelgan jumla qanday jumla? Holat jumla. Yana bir misol. Ra'aytul Hasana va huwa yakhruju min al-maqsif. Men Hasanning do'kondan chiqayotganligini ko'rdim. Maqsif degan tayyor yemak-ichmak sotadigan do'kon, ha? Yemak-ichmak sotadigan do'kon. Do'kondan chiqayotganligini ko'rdim. Ma o'rindagi va huwa yakhruj min al-maqsif degan jumla qanday jumla? Holat jumla. Va nimaning vosi? Holatning vosi. Ya'ni shu Hasanning shu do'kondan chiqqan holatida Hasanni ko'rdim degan. Buning holat ma'nosi bor. Va ilaykum amsilatan ukhra liwawul hal. Ya'ni muallim o'qitishda da'vatida, ha? Sizlar holatning vosining boshqa misollarini ko'rib o'tinglar yoki sizlarga deb beray, sizlar anglanglar degan ma'noda. Ilaykning ma'nosi ma'runda ilaykum ma'nosi tutinglar, anglanglar. Yana boshqasini muloyiza qiling degandek ma'noda. Birinchi misol holatning vosining. Mata abi va ana sag'ir. Men kichik vaqtimda dadam o'lib ketdi. Ma'rundaki va ana sag'ir qanday jumla? Holat jumla. Va qanday va holatning vosi. Dakhaltul masjid wal imam yarka. İmam ruku qilayotgan holatda men masjidga kirdim. Ya'ni wal imam yarka degan jumla holat jumla va holatning vosi. La ta'kul wa anta shab'an. Sening qusqon to'q turib bir narsa yema. Va anta shab'an qanday jumla? Holat jumla va qanday va holatning vosi. O'n yuqoridagi misollardan biz voning holatning vosining va holat jumlaning mazmunining qandaroq qildiganligi kallimizda oydinlashib qoldi, ha? Endi o'qitish davotida la'allakum fahimtum ma'dagi tarajji. Iboyatinki la'allahu marizga nima aytdi? Ishfoq. Uning ko'ngil bilish shundami? Ammo yadagi nima umid? Balkim tushundinglar-ku deyman. Hadi al'an misalan liwa'ul 'atf ya Ayyub. Hay Ayyub. Hozir al'an degan hozir atfning vosi uchun bir misol keltir. Ayyub davotida zahabtu ila suq va ishtaraytu ashya. Bozorga berib, narsa keraklarni, bir narsalarni qanday qilib oldim, setib oldim. Men o'tirda qarab baqsaq, vo oldi qarasaqmi o'tgan zaman, voning keyingi qarasaqmi nima o'tgan zaman. Meni jihatda badim setib oldim. Bu qanday vo? Atfining vosi. Endi mushari diqqat qilgan bir narsa ashya. Ashyoning oxirisida alif mamduda bo'lganligi uchun ashyo nima bo'ladi? G'ayri munsirif bo'ladi. Shuningdek ashyo deb o'qilmasin nima o'qilyapti? Ashyo deb tanvinsiz o'qilyapti. Ha, bu shayda diqqat qilaylik. Ahsant. Yaxshi. Hati misalan liwa'ul qasam ya Muaviya. Hay Muaviya, qasamning vosiga bir misol keltir.
Vallahi ma g'ibtu qattu. Alloh bilan qasamki men faqat yo'qolib ketmadim. Men maktabdan qolmadim. Maktabga kelmay qo'ymadim demakdir. Bu yerda vallahi deb o nimaning o'zi qasamning o'zi. Shunga vallahi nima qildi? Zir o'qildi. Bayaq degan bu qasamning o'zi harf jar keyindan kelgan ism zir o'qildi. O'qituvchi. Yaxshi. Hati misalan liwal haliya Faysal. Faysal holatning o'ziga bir misol keltir. Dakhaltul masjid wal imam yaxtub. Men masjidga imom xutba o'qiyotgan holatda kirdim. Ya'ni kirsam imom qanday holatda ekan, xutba o'qiyotgan holatda. Shu o'rinda va holatning o'zi al-imom yaxtub qanday jumla? Holat jumla. Ahsant. Yaxshi. Hati misalan oxir ya Yunus. Yunus yana bir misol keltir. Talabtul ilma va ana kabir. Men cho'ng holatda bilim o'rgandim. Bilim izdim yoki bilim oldim. Mushurundagi va ana kabir qanday jumla? Holat jumla oldi kelgan va holatning o'zi. Ahsant. Yaxshi. Ubaydullah. Uzkur ayatan fiha wawun lil hal. Sen holatning o'zi bo'lgan bir oyatni so'zlab baq. Qur'ondan bir oyat misol aytib baq, holatning o'zi bor. Dedi. Ubaydullah javoban davomida A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Allohning rahmatidan qo'g'londa qilingan shaytondan Alloh bilan panoh tilayman. Shafqatli va mehribon Allohning nomi bilan boshlayman. Innallazina kafaru wa matu wa hum kuffar. Ulaika alayhim la'natullohi wal malaikati wan nas ajma'in. Diqqata, mushu innallazina kafaru wa matu wa hum kuffardagi ishki o'ning birsi atfining o'zi, yana birsi nimaning o'zi? Halning o'zi. Qanday farqlantiramiz? O'ning oldi bilan keyini o'xshash shakl, o'xshash ma'no bo'lib qolsa, atfining o'zi bo'ladi. Birdakligiga bo'lsa, agar o'xshamay qolib qolsa-chi, ma'ni jihatda o'ning keyingi jumla oldingi jumlaning holi bo'lib qolsa-chi, holat o'zi. Tahlil qilib boqaylik. Innallazina shundoq bir odamlarki kafaru o'tgan zaman shundami? Kafir bo'lgan, Allohning oyatlariga tangan va matu o'lgan. Qarasak, har ikkisining o'xshash. Ma'lum o'tgan zaman shundaqo. Anda o'g'amkin chuqur ma'vo qanday bo'lgan? Atfining o'zi. Va hum kuffar. Ma'vo qanday jumla? Ismliq jumla. Odatda ismliq jumlalar fe'lliq jumlaga bog'lanmaydi shundaqmi? Bu nima ekan? Holatning o'zi ekan. Ular kuffar Allohning oyat hadislariga tangan va kuffar holda o'lgan kishilar, kuffar peti o'lgan kishilar ana ashularga Allohning, malaikalarning va barliq kishilarning la'nati bo'ladi. Mush oyatdagi va hum kuffar degan jumla qanday jumla? Holat jumlasi. An o'qitish suratidir. Mush oyatda holatning o'zi nada? Ubaydullah Davud. Allohningki va hum kuffar degan jumladagi va nimaning o'zi? Holatning o'zi deb javob berdi. Ahsant. Yaxshi. Baqiya 3 daqiq. 3 minut qolibdi. Fahal min sual? Sual bormi? Mana mushu jumlada asl nega gap ma'vo? Fahal min sual indakum. Sizlarda savol bormi shundami? Min artoq indakum qanday qilingan? Tashlangan. Ashtaroq tushunsak bo'ladi. Naam, ladayya sual. Shundoq, mening savolim bor. Nimadagi ladayyaning asli nima? Lada. Ya qo'shilgan degan ladadagi alif nimaga o'zgaraydi? Yaga o'zgarib ladayya bo'lib ketgan. Ladayya sual. Ma ma'na al-hurum fi qawlihi ta'ala? Alloh taolaning tuvanlik so'zidagi hurumning ma'nosi nima? Ya ayyuhallazina amanu la taqtulus sayda va antum hurum degan oyatdagi hurumning ma'nosi nima deb so'radi. O'qitish javoban ma'naha al-muhrimun. Uning ma'nosi ihrom bog'layotganlar, ihrom bog'laganlar, ihrom dikilar. Birligi harom, ya'ni muhrim degan ma'noda. Unda o'g'anda oyatni qayta tarjima qilsak, ey mu'minlar, sizlar ihromda turib la taqtulus sayd. Hayvonlarni qanday qilmanglar? O'ltamanglar. Javob ber. Unda o'g'anda mush oyatda bizga bir narsani ko'rsatadi. Nimasi? Va antum hurum. Sizlar nima holatda ihromdagi holatinglar bo'lgan ekan, va antum hurum qanday jumla ekan? Holat jumla, oldidagi va nima va holatning o'zi. Jazakallohu xayra. Alloh yaxshi mukofotlarni bersin. Yarindul jaras va yakhrujul mudarris va huwa yaqul assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qo'ng'iroq chalinib, o'qituvchi assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh degan peti chiqib ketadi. Mushalgan holat bormi yo'qmi? Bor. Va huwa yaqul degan jumla qanday jumla? Holat jumla va holatning o'zi. Tarjimaga inchik diqqat qilsak, qo'ng'iroq chalinib, o'qituvchi assalomu alaykum degan peti chiqib ketyapti.
peti chiqib ketgan holatda qanday holatda assalomu alaykum degan holat chiqib ketdi degan gap. Endi men yuqorida darsning 5ida men sizlarga 10 turli grammatik yig'inchoqlab berdim shundaymi? Undan keyin darsning ishidimi sizlarga hamma tahlil qilib berdim. Endi shu asosda sizlar mashqlarni shuni bog'lab turib ishlab olsanglar bo'ladi, ha? Sizlarga ma'lummi, 3-qism kitobda biz mashqni ishlab berishni tushuntirmaymiz, ammo mashqni topshirib olamiz. Sizlarga tushuntirmaymiz, mana ishlaysiz demaymiz, biz ularga mashqning talabini tushunib, ishlab, undan keyin bizga topshirsizlar. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.